Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 28, 29 va 30 aprel kunlari kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. 28 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 29 va 30 aprel kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 28 aprel kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja. 29 aprel kuni kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja. 30 aprel kuni kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 28 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 29 va 30 aprel kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 28 aprel kuni kechasi 18-23 daraja, kunduzi 34-39 daraja. 29 aprel kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja. 30 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 28 aprel kuni kechasi 17-22 daraja, kunduzi 33-38 daraja. 29 aprel kuni kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja. 30 aprel kuni kechasi 14-19 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 28 aprel kuni kechasi 17-22 daraja, kunduzi 34-39 daraja. 29 aprel kuni kechasi 17-22 daraja, kunduzi 32-37 daraja. 30 aprel kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 28 aprel kuni kechasi 12-17 daraja, kunduzi 30-35 daraja. 29 aprel kuni kechasi 13-18 daraja, kunduzi 30-35 daraja. 30 aprel kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 28 aprel kuni kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja. 29 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja. 30 aprel kuni kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi, deyiladi O'zgidromet veb-saytida. Hurmatli tomoshabin, kanalimiz rivojlanishi uchun ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.